4. mikrorayon. Emine dükkanının arka tarafında 4 etaşga domlu 2. etajında 3 kanalı kvartira. 79 metr kvadrat. Polni remontdan çıkan. Puluna geladi olmasak pılı 438 milyon so'm pul. Gelin şunu içan tarafından obzor çakılıp veremez. Podyezdden girip kelasiz, girganingizda ibidimizda umumanlikingiz bor. Bu yana prixojni joylashtirib berganlar, zerkalni yetib, ibida spalnisi. Mening ozgina bir mer kerak. Aynasi orqa tarafga qaragan. Endi bu tarafimizda zali bor. Zalni akkurat aytib qo'yibdilar. Aynasi orqa tarafga qaragan. Ko'rib turganingizdek. Polni boydan chiqib turibdi, потолокimiz natijnoy. Oyog'imizda egillanib döşalgan. Ibir yaqtimay bir gengin ekan. Endi bu tarafimizda yana bir zal desangiz ham bo'ladi. Endi spalniyat foydalanib turibdilar. Shunday kattagina xona. Aynasi balkonga qaragan. Jihozlar ba'zilari ketadi, ba'zilari qoladi. Bu yerimiz koridor bo'lsa, bu yerimizda hojatxonasi, bu yoqda sanuzel. Bu tarafimizda o'tadigan bo'lsak, bu yerimiz kuxni bo'lgan, kuxnini balkonga ko'chirganlar. Bu yerda butov texnikalarini qo'yib qo'yibdilar. Bu yerimiz yana kuxni, kotyol joyda joylashgan. Ikki oynasi eldi tarafga qarab turibdi. Bu hayron. Chabutdi bu odamlar. Bu yerda balandadi spalniyat qo'yibdilar. Xullas, kvartiramiz 4 etajga domli 2. etajında joylashgan. Kvadrat metr 79, 3 xonalı kvartira. Puli 438 milyon so'm pul. Kelishidan do'ng yer bor, ozmi ko'pmi? Agar bu kvartiramiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi telefon nomerlariga telefon qiling, bizlar aloqa chiqing. Keyingi videolarda ko'rishganda, ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.